Endi biz qistilgan flash hujjatiga qartab tayyorlash elib berish mahsulotini ko'rib o'tsak, unda biz avval bunga bir flash qistiraylik. Mana taqib o'tib, flash qistirgandan keyin flashni qistirish usulini so'zlab o'tdik. Biz o'zimiz flash panelini ochamiz. Şöyle men xalqan flashdan birini, o'zim xalqan birini qistirib mesela men shuni qistiray. Qarsam tuvandek ichildi. Endi men shundan qarta bir tarlashni elib qo'ymoqchi. Al buni bir yulang baqay. Undan keyin bu tuvandikdek unum bir xil, ammo asli kelgandan keyin manda xil unum ko'rsatib turgan bir flash o'z ekan. Endi men buni shundan qarta bir tarlash elib qo'ymoqchi. Buni qanday deganda shuni ustiga mousni bir chekkandan keyin buning har taraflarida bir xil tanish nuqtalar asli bo'ldi. Biz mush tanish nuqtalarni tutib turib, buni cho'ngaytirish, kengaytirish, uzartish, qisqartirish va kengaytirish, taratish mahsulotini ilib bora olamiz. Endi buni qo'yish chekish orqali mushu flashning o'jining xarakterini acha olamiz. Buning birinchisi buniki sifati, ya'ni yuqori sifatda o'ttiral qatorli bir qancha xil sifatlar bo'ldi. Buni biz ko'ngilda qo'yib saqlab qo'yaylik. Endi buniki mushu qisilish darajasi bütün mushu flashning hammasini ko'rsatamdik yoki miyada mushningki ramkasini evatgan holatmi yoki eng yaxshi holatmi, ya'ni buni biz mush ko'ngilda qo'yib saqlaymiz. Endi Beijing yasmi arq ko'rinish rangi miyada bu mush arq ko'rinishga biz xohlagan ranglarni belgilab bersak bo'ldi yoki mushning optimallangan holati miyada tuning deb bir buyruq bor. Bu odatda bir qadar ko'p ishlatib buni biz ma'ni tushuntirayotgandan keyin ayrim tunishtiramiz. Endi buning retlash shakli miyada mushni o'rlashtirilishi ma'ni biz mushniki kirgizgan qistirgan suratlarni ninki xarakterini tushundirganda buni biz tafsil so'zlab o'tgan. Bunimi o'zimizning ehtiyojimizga asosan belgilasak bo'ldi. Endi miyada mushning cho'ngchiligini belgilash. Buningki cho'ngchiligini o'zimiz xohlagancha belgilasak bo'ldi. Masalan, miya qarasak bu bouchi zhenghongbi, ya'ni mushning gorizontal va vertikal yo'nalishdagi holatini saqlagan holatni. Masalan, bu nima deganda men miyadan ma'ni yo'nalishni xohlagan o'zgartirib boqaman. Masalan, 250 qilsam mana mushning masalda miyadagi egizlikmi mushning mas o'zgardi. Demak, ma'ni tanlab qo'yganimizda ma'ning o'zi kenglikni o'zgarsak, buning egizlikmi mushning masalda o'zgarib menib, shuning aslidagi cho'ngchilik holatini nisbat bo'yicha o'zgartirib turdi. Masalan, ma'ni hozir bayon holati bo'yicha 800 qilib qo'yay. Endi ma'ni o'zgartmay turib, men ana belgini evitib, ya'ni masalan 150 qilsam ma'niki kenglikda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Demak, ma'ni tanlab qo'yganimizda biz ma'nini qancha o'zgarsak, shuning masalda shuning egizligi yoki kenglikmi o'zgarib turdi. Bu ma'niki shu sirtqi ko'rinishning tunishtirish. Endi men changoyim yana açsaq, buning birinchisi buning nomi, ikkinchisi bo'lsa buningki adresi, ya'ni mush kompyuterdagi adresi. Bu yerga qarasak, bu mush GPN'dagi qaynam degan mundarizning astidagi tuangdek mushu mavu o'jetgan. Biz buni mush altida turib yo'llab qo'ysak, bu albatta bizning kompyuterimiz har vaqt to'g'ri bo'lmag'achqa ma'ni topolmaydi. Endi buni biz chuqum mushu bizning to'rbekitimizning ichidagi ma'lum hujjat qutishining ostida saqlashimiz kerak. Qanday qilamiz deganda, masalan biz buni ma'lum jazmlashtiraylik. Jazmlashtirayotgandan keyin mana saqlash buyrug'ini bersak, mana bu yerda to'ngdak bir flash o'zi bor. Bu mushu to'rbetning ichki qismidagi ma'lum bir bet bo'lmasdan kompyuterningki o'zininki ma'lum bir qattiq diskdan tanlab ilingan hujjatlar ma'lumotlar chiqdi. Buni biz hujjat qutisini o'zgartirish buyruq orqali bizning mushu biz yangi to'rbekatdan birini qurgan vaqtimizda mush avtomatik holda mush o'rin qurilgan. Endi bu yerdan biz bir hujjat qutisdan birini quraylik. Flash deb yozib qo'yib, buni ochgandan keyin jazmlashtirib o'tdik. Endi saqlaymiz. Saqlayotgandan keyin endi qarab boqaylik. Qarasak mana buningki miyadagi mushning adresi, ya'ni fiziklik adresi flash mush bunda hujjat qutisidagi mavu 14 nomli flash hujjati bo'ldi. Demak, biz buni mush barliq to'rbekitimizni bo'shliqqa yo'llagandan keyin bu
14 SVF degan mana flash o'chni bevosita shu tor bekitimizdagi flashga hujjat qilishning aslini izlaydi. Oldingi qitimqidek bizning tor kompyuterimizdagi ma'lum bir diskini, ma'lum bir qattiq diskini o'ziniki ulanish adres qilmay bevosita hujjat qilishni izlaydi. Demak bu flash o'chininki shu xarakterini belgilashda qisqacha tushuntirib o'tganlarimiz.